Romani boshqa razvedkasi 3.8 Lexus modelimiz. Romani boshqa materialda bo'lganlari. Kimga qanaqa razmerda, qanaqa materialda kerak bo'lsa, xudo xolasa barchasi bor. Ekran ostidagi nomerlarga aloqa qilinglar. Qidish. Hop, bu 3.8 modellarimiz. Xudo xolasa bularimiz ham juda ham neoklassika qilib ishlangan. Razmerlar sidinalari bo'layotgan 65 dan bo'ladi. Razmeri 3.35 ga 2.35, 60 ga 90 bo'ladi. Pufiklari kattaroq bo'ladi bularni. 3 ta yostiqchasi bo'ladi. Oldi ko'rinish shpont, oyoqlari yong'oq, MDF karkaslar butun aylanadi. Nolsa tikilishlari ham high-tech uslubda bo'lgan. Juda ham yoqimli. Yumshoq, odamda terlatmaydigan, qish kunida hali ortiqcha sovuq tortmaydigan zo'r materiallarda bo'lgan. Qo'l bo'lishlari ham yangilik narsa bunimiz. Skromniy, xudo xolasa, bu odamga yoqadigan, o'ziga tortadigan narsa qilib ishlangan. Arqaliklarni ham ko'rsatib o'ting. Bu yoq tarafda rasvetkasi mana, xuddi shuni boshqa rasvetkasi. Ikkalasi ham 3.8 modellarimiz. Bularni pullari bir xil bo'ladi. Ekoni ham materiali ham bir xil, fasoni ham tovlanadigan materiallar, xudo xolasa, qalin Malibu material, juda ham yumshoq. 7.500.000 so'mdan. Bu yoq tarafda hozirgi pastda ko'rsatib o'tgan Roma modellarimizning har xil rasvetkalari, bejvisi, moloshnisi, mana yostiqlari, ishlashlari ham xudo xolasa juda go'zal. Oldi ko'rinish shpont, oyoqlari yong'oq, 6 ta yostig'i bo'ladi. Bularimiz ham o'ng-chap tanlamaydi. Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga shuni o'tsalang, xudo xolasa, bundan da vibrlarimiz ko'p, o'rnatilgan joyiga yasalgan mebellarimiz bor. O'shalardan ham ko'rib tanlasangiz bo'ladi. Materiallarning ranglari, xudo xolasa, juda ham serob. Bularning ikkalasining ham puli bir xil, 7.500.000 so'mdan. Bunimiz hozirgi ko'rsatib o'tgan 3.8 modelimizda Genesis kalta tukli bo'lgan materialda bo'lgan. Razmerlari bir xil. Bejiviy rangi. Xo'p, bunimizda narxi 7.200.000 so'm. Farqi bulardan ko'ra materiallari arzonroq chiqadi. O'shaning hisobiga arzon chiqqanini arzon narxda qilib beramiz. Xo'p, bularda agar mo'yishi materialda qilib berilsa, hozirgi ko'rsatgan ishlarimiz Roma 3.8 modellarimiz 6.500.000 so'mdan chiqadi. Xo'p, bu yoq tarafda Lexus modelimiz 350 ga 250, 60 ga 92 ta bufigi bo'ladi. Bularda ham yostiqlari o'ziga tikilgan, juda ham bagati ishlangan. Bular ham har bittasi surilib, kengayib spalni bo'ladi. Qo'l bo'lishlarigacha suriladi. Oyoqlari bularniki chinor bo'ladi, rezina korsaj. Bugattining arzonroq varianti bunimiz 8.500.000 so'm. Hop. Bu yoq tarafda Romalarimizni seri rangi va iPhone 17 ning rangida bo'lgani. Nima deyapti nomini? Hozir esimdan chiqib qoldi. Rangi ikkalasi ham turetskiy materiallar. Bunisi qattaroq material, bunisi yumshoq lada materialda bo'lgan. Bularimiz narxi o'sha 7.500.000 so'mdan. Endi sexga kirib, ichlari, karkaslari qanaqangi bo'ladi, qaytiga qanaqangi material ishlatiladi, har bittasini xudo xolasa maksimalni yoritib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, xudo xolasa hammaga manfaatli video bo'ladi. Bu Bugatti modelimiz razmeri 3.30 ga 2.30 ga 3.30, 60 ga 90 ikkita pufigli, yostiqlari o'ziga tikilgan, spalni bo'lib kengayadigan modelimiz. Tikilishlari ham xudo xolasa o'ta go'zal, akkuratni ishlangan. Ishlashlari ham juda ham yengil. Mana bu qo'l bo'lishlari 100% fasad qismi yog'ochlari borki, yong'oqdan ishlangan bu modelimiz. Materiallari turetskiy material. 60 ga 92 ta pufigi bo'ladi. Bularda ham taylarda butun MDF karkas aylanadi, kurgovoy. Oyoqlari yong'oqdan. Ichki karkasiga keladigan bo'lsak, 100% sasna bo'ladi.
Bular pampers prujina emas, rezinaviy korsaj bo'ladi. Rezinaviy korsajga, xudo xolasa, bularda ham ichki karkazlari yu tikilishi materiallari har bitta detalini xudo xolasa maksimalni yoritib beramiz. Videomizni oxiriga qo'shib qo'yamiz. Ko'rib, o'zlaring baho berishlaring mumkin. Bu ishimizning narxi 11 million so'm. Ugoloklarimiz 1 million 800 ming so'mdan 11 milliongacha bo'lgan ugoloklarimiz bor. Materiallariga, razmeriga qarab muammosiz yasab beraveramiz. Xo'p. Bitta yana bitta xuddi shu Bugatti modelimizni, bu ham Malibu materialda bo'lgan, boshqa rasvetkasi. Tuki o'sgan sochiqli material deyiladi. Turetskiy material. Xuddi shu narsa o'ng chap tanlamaydi bularimiz. Xohlagan tarafingizga o'ng chap qilib aylantirib qo'yib olishingiz mumkin. Materiallarimiz 200 dan ortiq rasvetkalar bor. Materiallarda uzun tukli, kalta tukli, yumshoq, qattiq materiallar turi juda ham serob. Xohlaganidan, xohlagan razmeriga qilib berishimiz mumkin. Muammosiz bemalol zakaz berib ko'rsalaring bo'ladi. Bitta mana yana xuddi o'sha Bugatti modelimiz. Yostiqlari o'ziga tikilgan. O'ta go'zal holatda. Hop, bunimiz ham 11 million so'm. Materiali boshqa. Bu ularga qaraganda juda tukki keltaroq, qattiq material. Bu yumshoq material. Bunisi bo'lsa sal qattiqroq material, tukki kelta. Ishlashlari xudo xolasa o'ta go'zal. Buni ochiq svetda qilganingizda mana bu yog'ochlari отдельно ajrab ko'rinib, juda ham go'zal turadi, xudo xolasa. Endi bu yoq tarafda Roma modellarimiz bor. Roma modellarimiz razmeri 340 ga 240 dan bo'ladi, 50 ga 80 ikkita pufigi va 6 ta yostig'i bo'ladi. Qo'l bo'lishlari bular qanaqangi ko'tariladi. Xohlasangiz spinga foydalanishingiz mumkin. O'tirib, bu tarafga suyanib olishga yoki xohlagan gradusiga qo'yib, mana yostiq qilib foydalanishi mumkin. Bularimizni ham oyoqlari yong'oq, oldi fasadlari shpontdan bo'ladi. Oyoqlar yong'oq, oldi fasad shpont, ichki karkas 100% sasna. Bu pampers prujina bo'ladi. Pampers prujinamiz xudo xolasa biz o'zimizda chiqadigan emas, Xitoydan premo keladigan pochkali, qopchali pampers prujina ishlatamiz. Uni ham xudo xolasa video oxirida ko'rsatib o'tamiz. Sidinalari 65 sm dan bo'ladi. Bemalol liboy katta odam ham o'tirganida qisilib qolmaydi. Hali ko'pchilik 50 qiladi, 55 qiladi, unaqa emas, 65 dan qilingan sidinalari. Bularimizni narxi 7 million 500 ming so'mdan. Bu yoq tarafda Malibu materialda bo'lgani. Bu ham o'ta go'zal, xudo xolasa. Agar bularni mo'yish materialda qiladigan bo'lsak, 6 million 500 ming so'mdan chiqadi. Yana xohlagan materiallarda o'zgartirib berishingiz mumkin. Arqaliklarni ham ko'rsatib o'ting ishimizda. Hammasi o'zining materialidan qoplanadi, обязательно. Juda ham arqasi ochilib qolgan holatda ham, devorga yopishmagan holatda ham go'zal turadi. Bu Bugattilarimiz arqalik qismi. Ishlashlari ham muammosiz, xudo xolasa Turetskiy mexanizmda qo'yilgan. Endi tepada ham yana ishlarimiz bor, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu modelimiz 3.8 model. Materiallar Turetskiy materiallarda bo'lgan. 3 tadan yostiqlari bo'ladi. 3 tadan yostiqli. Xo'p, oyoqlari yong'oq, ichi sasna, MDF karkaslar aylanadi. 1.6 lik dispida yig'iladi, yon bokovoylari. Xo'p, sidinalar 65 sm dan bo'ladi. Tikilishlar ham high-tech uslubda bo'lgan. Juda ham go'zal, xudo xolasa. 260 ga 90 pufigi bo'ladi. Bularimizni narxlari 7 million 500 ming so'mdan. Ugoloklarimiz 1 million 800 ming so'mdan 11 million so'mgacha bo'lgan ugoloklarimiz bor. Xudo xolasa ularni bir qator qo'limizdan kelgancha tushuntirib ko'rsatib o'tamiz.
Bu yoq tarafda yana bitta yostiqli modelimiz. Spalni ham bo'ladigan. Bu yoq tarafda sandig'i bor. Razmerlari 350 ga 250 bo'ladi. Super moyishi materialda bo'lgan. Ikkita katta pufigi bor. Pufigini yoniga qo'ysangiz, 3 kishilik spalni bo'ladi. Yostiqlari отдельно tikilgan bo'larimiz. Yostiqlarni olib qo'ysangiz ham o'zi ham go'zal, high-tech uslubda bo'lib turadi. O'ng chap tanlamaydi. Bu ishimiz 4 500 ming so'mdan. Bu yoq tarafda Istanbul 2 modelimiz. Mana bularni qo'l boshilari ham chester qilib, old ko'rinishlari yong'oqdan, oyoqlari ham yong'oq, MDF karkaslar. Super moyishi materiallar, xudo xolasa, yarim chester qilib ishlangan. Tepasi chester, past high-tech uslubda bo'lgan. 60 ga 92 ta pufigi bo'ladi. Bularımızın narxi 6 500 ming so'm. Agar turetskiy materialda bo'lsa 7 500 ming so'm chiqadi. Geniusus mana bunaqangi kalta tukli material bo'lsa 7 200 ming so'mdan chiqadi. Materiallariga qarab o'zgaraveradi. Xo'p, bularda hozir farqini aytib o'tamiz. Buni arzonligining sababi bulardagi oyog'i yong'oq emasda, plastmas bo'ladi. Ichkilik karkasi bo'lsa, bularning sasna, buniki terak bo'ladi. Shu taraflarda farqi bo'ladi. Pampers prujina, bu ham pampers prujina, bu ham pampers prujina. Bu Xitoyda qopchali, garantiyali pampers prujinasida ishlangan. Bu o'zimizda chiqadigan pampers prujina bo'ladi. Shu taraflarda raznica, narxi nimaga arzon, nimaga qimmat. Xudo xolasa, shuni ko'rsalang tushunib o'tasizlar. Bunimiz razmeri 340 ga 240 Roma modelimiz. Oldi ko'rinishlari shipon bo'ladi, oyoqlari yong'oq. Oltita yostiqchali. Ikkita pufigi bor. Qo'l bo'lishlari hamnaqangi xohlagan gradusingizga yostiq qilib ko'tarib ishlatishingiz mumkin. Oxiriga taqasangiz yana joyiga qaytadi. Xohlagan rasvetkasida ularni qilib beramiz. Ichkarida yana bor. Bularni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bularimiz 7 200 ming so'm. Bunimiz 3.8 modelimizda. Xudo xolasa bu arzonroq varianti. Razmeri 250 ga 350, 3 ta tumbasi bor. Materiallari super moyishi materialda bo'lgan. Narxi 5 million so'm. Vodiy bo'ylab hozirgi aytib o'tgan narxlarning ichida bepul dostavka ustunovkasi kiradi. Vohaga Toshkentga bo'lsa albatta kelishilgan holatda. Materiallari yaxshi material. Xo'p, farqlari mana bu yoq tarafda bo'lsa 3.8 modelimizda original varianti 335 ga 235, 60 ga 90 ikkita pufiga 3 ta yostig'i bo'ladi. Turetskiy materialda. Bu razmeri kichkina, lekin bundan qimmat. 7 500 ming so'm. Bunisi bo'lsa 5 million so'm. Farqlari bularni mana oyoqlari yong'oq, MDF karkas butun aylanadi. Har bitta detalini bitta butun qilib ushlab turadigan. Bunda bo'lsa plastmasda oyoq bo'ladi, MDF karkas bo'lmaydi. Keyingi misol Pampers prujina Xitoy qopchali. Bunisi bo'lsa o'zimizda chiqadigan, chetda to'qiladigan Pampers prujina. Buni karkasi terak, buniki sasna. Bu turetskiy material bo'lsa, buniki Xitoy material, moyishi material. Shunaqa har bitta detalida farqi bor. Yana bittasi 0.6 MDF da yig'iladi, bu 1.6 lik dispda yig'iladi. Shu taraflardan xohlasa kimga qanaqangi bo'lsa, zakazga qarab qilib beramiz, muammosiz. Nimaga arzon bunisi-yu, bunisi qimmat deganlarga kommentariyada shunaqa juda qimmat degan savollar kelyapti. Shu taraflarni xohlasa yoritib berishga harakat qilamiz. Endi ichkarida ham ishlarimiz bor. Ularni ko'rsatib o'tamiz. Keyin xon taxtalarni, sexlarimizni har bitta detaligacha xohlasa tushuntirib o'tib ketamiz. Mana hurmatli obunachilar, har doim aytib o'taman, Pampers prujina qanaqangi narsa? Mana shu narsa Pampers prujina bo'ladi. Bu xudo xolasa Xitoydan primoy tayyor keladigan narsa. Qo'yib, buni mana 0 ga cho'ktirib ezsangiz ham, xudo xolasa 100% birga bir joyiga qaytadi. Simi uzilib, simi qochib ketadigan narsa emas. Bu yerda machalkalarimiz birinchi sort machalka, xudo xolasa kuygan machalka, ikkinchi sort machalka, unaqa narsa ishlatilmaydi.
Bu yoqda materiallarni orasiga qo'yib tikiladigan sintefonimiz. Kiloli emas, mana bunaqangi metrovoy sintefonlardan qo'yiladi. Materialni cho'zilib, bo'shab qolmasligini shu narsa ta'minlab beradi. Bu yoq tarafda Bugattilarimizga qo'yib turgan, Lexuslarimizga qo'yib turgan Corsage rezina prujina deymiz. Mana shu narsa cho'ziladi. Hozir endi buni tortilish jarayonlari ham bor. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda gul taxtalarimiz. Hamda Istanbul 2 308 modelimizda oyoqlari, bu yoqdagilar tumbalardiki. Hammasi. Mana oyoqlar, yong'oq oyoqlar. Hamda mana Bugatti'niki, hamda Istanbul 2'niki. Mana holatda Istanbul 2'ni qo'l bo'lishlari. Bu tarafdan Bugatti'miz. Sidinasi qoplov jarayoni qimmat yaxshi materiallarda. 25 plot, 32 plot, 25 plot. Ustida sintefon tashlanadi, materialni cho'zilib, bo'shab qolmasligini shu narsa ta'minlab beradi. Xudo xolasa qancha ishlatsa ham shunaqa chiroyli turaveradi. Bu yoqda bo'lsa, spinkalari Corsage rezinalardan. Xudo xolasa odam suyanganda ham juda ham yumshoq, odamga yoqimli bo'ladi. Mana. Bu yoq tarafda bo'lsa, arkasi samerezda yig'ilgan jarayon karkazlarini samerezda 100% samerezda qotirib, stipler ham otiladi, birinchi ushatib olishga, keyin отдельно yana samerezda qotirib mahkamlab chiqiladi. Mana xudo xolasa, bu yoqda Malibu materialda 308 modelimiz. Bitgan tumbalarni, oyoqlarini yechib qo'yganmiz. Isuzuga yuklanishga tayyor. Shunaqangi o'rab, xudo xolasa chiroyli chiqaramiz. Mana sochiqli material deb qo'yishyapti. Qalin, tukli material. O'tirganda ham odamga ham juda ham yoqimli. Odamni terlatmaydigan. Hop, bu yoqda Istanbul 2 miz. Roma modelimiz. Romani qo'l bo'lishlari yarim tayyor holatida ichki karkazlari. Endi xudo xolasa buni ikkinchi karkazlari qo'yib yuboriladi. Hop, bu yoqda Istanbul 2 miz bor. Yarim qoplangan holatda, spinkasi qoplangan. Tagiga haytek, hozir ko'rsatib o'tganimizdek chest sotiladi. Ko'zlari endi tortiladi buni. 20 kilo machalkalardan pampers bujnani ustiga tashlab, mana bunaqangi xudo xolasa yumshoq odamga yoqimli, xudo xolasa yumshoq cho'tki bo'lib chiqadi. Hop, mana bu yerda sidinasini qoplab qo'yiladi. Bu Istanbul 2. Bu ham qimmat materiallarda juda ham go'zal chiqadi. Bitgan holatini ham do'konga obzorga qo'yib o'tamiz. Kimga qanaqa sifatli mebellar kerak bo'lsa, Zafar mebelda.